Voy, assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'ingiz yaxshimi? Farangiz yaxshimisan? Tuzukmisan? Yaxshi. Tuzukmisan qizim? Yaxshimisan? Xolajon, to'ylar bilan charchab qolmadingizmi? Sal charchagandayman. Hozir ishga ketyapman. A, Ertaga qudalarim kutishyapti. Shunga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Aksiga olib ishxonamdagilar ham chaqirdi. Ular ham 2 soatga kelib ketmasangiz bo'lmaydi deb turib olishdi. a, agar ishlaringiz bo'lsa qarashib boraman. Kechga kelingmi? Voy, yaxshi bo'lardi. Pishiriqlar tayyorlash kerak. Bo'ldi, jonim bilan yordam beraman. Nechiga keling? Unda 4-5larga kelaver. Bo'ldi. Men tez ishimga borib Xo'p kelaman. bo'ladi. Rahmat, kutaman, Xo'p, xo'p. Sog' Yaxshi bo'l, boring. xo'p. Rahmat. Voy, yaxshi bo'ldi-ya. Parizoda, sen o'z gapga tushunasanmi yo yo'qmi? Uf. Meni tinch qo'ying, boring boshimni qotirib yubordingiz. Sen jinni-pinni emasmisan? Aha. Uf, qanaqa jinni, a? Meni haqorat qilyapsizmi? Sen bilan o'zi odamga o'xshab gaplashib bo'lmaydi shekilli, a? Unda A? gaplashmang. O'zi boshim og'rib turibdi. Hozir oyimni yo'llariga chiqasan. Menga buyruq bermang. Bunga haqqingiz yo'q. Nimaga haqqim bor, nimaga haqqim yo'qligini sendan yaxshi bilaman, tushundingmi? O'rgatmagin menga. Men bu uyda seni eringman. Bugundan boshlab men aytgan hamma ishlarni bajarasan, tushundingmi? Chaq oyimni yo'llariga. Bo'ldi, yetadi. Tinch qo'ying meni. Hech qayerga chiqmayman. Uyimga ketaman, tushundingizmi? Ketaman. Ey, o'zingni bosib ol. O'pkangni bosib oldim senga, tushundingmi? Bo'ldi, jonimga tegib ketdingiz. Boring, chiqing, chiqing. Baqirasiz. Uf. Jonga tegib ketdi shular. Ha? Nima bo'ldi? Oyijon, buningiz gapga tushunmayapti. Balki o'zingiz gaplashib ko'rarsiz. Nima gapga tushunmaydi? Nima dedi o'zi? Hayronman. Xonamdan chiqmayman deb o'tiribdi. Anaqasi. Darrov xafa bo'ptilar-da. Ko'nglimga ko'chasi. Oyijon, Parizoda endi bir kunlik kelin bo'lsa, sekin-sekin moslashib ketadi-da. Mayli. Moslashsinchi. Ko'ramiz. O'zingiz kirib bitta gaplashib ko'rasizmi? Nima men gaplashishim kerak? U kelib men oldimga kelmaydimi? Chiqsin yonimga, choyimni tayyorlasin. Bir beli choy ustida gaplashib o'tiraylik. Oyijon, siz ham kelin bo'lgansiz-ku. Uni ham tushuning, butunlay begona uyga keldi-yu. Yonini qizlarning peshonasida bor. Paraxmot toshi bo'ladi. Yo sen borib ichki uy bo'lib yashamoqchimisan? Yo'q-e. Yaxshi sen ko'chaga chiqib bir shamollab kel. Men o'zim gaplashib qo'yaman. Xo'p oyijon, faqat yana janjallashib ketmanglar. Meni ismim bekorga o'g'loy emas. Kalta yeydi deb qo'rqyapsanmi? Yo'q, keliningiz kalta yeb qolsa deb qo'rqyapman. Bir umr fermada ishlaganman. Ne asov otlarni hammasini jilovlaganman. Buni ham o'zim yo'limga savolaman. Xavotir olma, bosh shamollab kel. Xo'p, bo'pti. Ha, xotin shirin bo'lmay o'lsin. Alo, Farangiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, kim edi bu, tanimadim. Men Shohruxman. Tinchlikmi, nima gap? Farangiz, sizdan Parizoda haqida so'ramoqchi edim. Nimaga so'raysiz? Axir uni to'yi bo'ldi-ku, boshqa so'ramasangiz bo'lardi. Buni bilsam ham hech ko'nglim joyiga tushmayapti. Siz qattiq sevgan ekansiz-da. U baribir birinchi muhabbatim bo'lib qoladi. Endi unutishga harakat qiling. Men chetga ketmoqchiman. Shaharda qolsam Parizodani ko'rgim kelaveradi. U bilan uchrashkim kelaveradi. Mayli, bu sizni tanlovingiz. Endi Parizodani ham tinch qo'ysangiz bo'lardi. Tuyg'ularimizni boshqarish qiyin bo'lar ekan. Balki meni hozir ojiz, notavon deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, unaqa deb o'ylamayapman. Siz qo'lingizdan kelganini qildingiz.
Parizoda sizni emas, boylikni tanladi. Qizlar bunchalik boylikni yaxshi ko'rmasa, Hammayam bir xil emas. Xayr. Kelin? Ha, kelin. Eshitmayapsizmi? Voy, kelin, eshitmadi shekilli. Uzra, nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Chiqmaysizmi? Oyi, hozir kayfiyatim yo'q, chiqqim kelmayapti. Voy, tavba. O'zingiz kayfiyatimizni buzib ketdingiz-ku. Chiqib choyingizni iching. Choydan keyin ishlaringizni qilasiz. Oyijonim, men ish qilmayman. Hammasini o'g'lingizga tushuntirdim. Menga xizmatkor olib keladilar. Tushunmadim. Esiz joydami? Bu nima degan gap? Axir o'ylab gapiryapsizmi? Bu uyga kelin keldi, xizmatkor emas. Undan keyin meni asablarim joyida emas. Hozir uxlamoqchiman. Uyquga to'ymadim. Tavba qildim. Siz u gaplarni gapirasiz, qanaqa uxlaysiz shu paytda? Oyingiznikida u bir narsaga o'rganganmisiz? Kelinni vazifasi bor. Yumushlari bor o'ziga yarasha. Kelinlik burchini bilasizmi, bolam? Yo, onangiz o'rgatmaganmilar, a? Gapiring. Voy, ichingizligini gapiring. Biz bilaylik nima xohlayotganingizni. Voy, oyjon, menga Farruh akamni chaqirib yuboring. Nima qilasiz uni? Ko'chaga ish bilan chiqib ketdi. Charchadim. Meni uyga olib borib tashlasinlar. Ketaman bu yerdan. Voy, tavba qildim. Voy, esiz joydami? Bir kunlik kelin qayoqqa ketmoqchisiz? Voy, sharmanda. O'zingizni ham sharmanda qilib, meni ham sharmanda qilib. Voy, tavba. Hozir onangiz bilan gaplashaman. Voy, telefonim yo'qda ekan. Namuncha ko'p gapiradi bu kampir. Тоже мне charchab ketdim o'zi. Qayerdan ham keldim? Tirnoqlarimni dabdala qilib ish qilarmishman a? Nima, men bu uyga qul bo'lgani keldimmi? Voy bolam, ishga bormadingmi? yo'q, oyi. Kechki smenaga boraman. Oyi, bilasizmi? Men bitta narsani o'ylab qoldim. Nimani? Shu dadamning oldiga ishlashga ketsammikin? Bu fikr qayoqdan miyangga keldi? Yana o'sha qizni debmi? Oyi, bu yerlarda qolsam qiynalaman. Ketsam begona joyda ishlardim, chalg'irdim, esimdan ham chiqarardim uni. Meni o'ylamadingmi? Sen ketsang nima, men bir o'zim qolamanmi? Yo'q, oyi, xabar olib turaman, telefon qilib turaman. Ha, ketishni xayolingga ham keltirma. Hech qayerga bormaysan. Meni yonimda bo'lasan, bildingmi? Oyi, balkim siz ham men bilan ketarsiz. Yig'ishtir bunaqa gapingni. Nimaga endi shunda uy joyimizni tashlab ketishimiz kerak ekan? Begona joyda musofirchilikda qiynalamiz-ku, bolam. Bu yog'ini o'ylamadingmi? Yo faqat o'zingni o'ylayapsanmi? Kimnidir qattiq sevib qolib, undan voz kechish oson bo'lmas ekan, oyi. Obbo. O'g'lim, bu shashmagin, iltimos qilaman sendan, o'g'lim. Sal munda erkakka o'xshagin. Sabr qilsang, buni hammasi o'tib ketadi. U qizni umuman unutasan. Baxtli bo'lib ketasan, o'g'lim. Sen sabr qilgin. Dardni yengib o'tish uchun harakat qilgin, bolam. Xudoyim xayrlisini beradi. Bunda ham bir hikmat bordir, a? Hali ko'rasan. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Voy bolam, ey.
Allo. Ha, Saidaxon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Quda yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi edik. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hozir o'zi sizga telefon qilmoqchi bo'lib turdim. Quda chaqiriqqa nechta odam olib boray deb turdim. Quda chaqirib qo'ya turing. Hozir birrov uyga kelib keting. Voy tinchlikmi quda? Tinchlik bo'lib turdi-yu, lekin hozir kelib keting. Bugun kela olasizmi? Xo'p. Hozir 1-2 soatda boraman. Bo'pti, unda kutaman. Xo'p. Keyin bir boplayman. Ha, oyi. Nima bo'ldi? Gaplashib oldinglarmi? Buning gapga tushunmas ekan. Onasini chaqirtirdim, hozir keladi. Voy. Qanaqa qaysar bir gapga tushunmaydigan qiz olgansan? Oldinroq gaplashganmiding? Ha, oyi. Bitta joyda ishlaymiz degandim. Ishlamay ket. Ish boshqa, uy ro'zg'or boshqa. Bildingmi? Ish qilib kelinni tarbiyalab olaylik-da. Nima demoqchisiz, oyi? Buni fe'li yoqmay turibdi. Ha, juda qaysar. Mayli. Hali o'ziga kelib qoladi. Xudo kelsin bir gaplashamiz. Oyijon, birinchi kundan onasini chaqirib bekor qilibsiz-da. Bolam. Nimagadir ko'nglim g'ash. Kelin olib, maza qilib choy ichaman degandim. Nonushta ham qilganim yo'q. Qurib ketsin. Bor, oyimchangdan xabar ol. Nima qilyapti ekan? Xo'p. Shunaqa kelin olaman deb o'ylamadim-a? So'ltamat. Pari? Ha? Kiyim olib qayergadir ketmoqchimisan? Uyda o'tiraverib zerikib ketdim. Qornim ham ochib ketdi. U bu joyga borib ovqatlanmoqchiman. Pul bering. Qanaqa pul? Sen hech qayerga bormaysan? Nega bormas ekanman? Mendan ruxsat so'radingmi? Yo indamasdan chiqib ketmoqchimiding? Yo'q, kelishingizni kutib turgandim. Mana endi aytdim, baribir pul olishim kerak-ku. Pul bering. Parizoda, hozir oying keladi. Oyim? Nima uchun? Kim chaqirdi oyimni? Oyim chaqirdilar. Gaplashib olish uchun. Nima? Ertalabki voqeani fojiaga aylantirmoqchimisizlar? Oyimni chaqirib, nimani gaplashmoqchisizlar? Kelganlarda ko'rasan. Mayli, kelaversinlar. Men aylanishga borib kelaman. Hech qayerga bormaysan dedim senga. Ostonadan bir qadam tashqariga chiqib ko'rchi, nima qilarkinman seni? Jonimga tegib ketdi. Nimaga chiqmas ekanman? Tez kelaman. O'tir uyda bo'ldi. O'rgildim sendan. Sadqiy odam ket. Qamoqxonami bu? Oyimni chaqirganmish. Qo'rqib ketdim. Ish qilib tinchlikmikan? Qudammi chaqirganiga qaraganda biror bir gap bo'ldimikan? Bu qiz tushmagur biror bir ishni boshlamagan bo'lsa bo'ldi. Tinchlik bo'lsin-a. Menimcha oyim nimanidir tushirib yubordilar. Ilohim, Ilohim. tinchlik xotirjamlik bo'lsa, hamma bolasi baxtli Allohu bo'lsin. akbar. Farruh, O'labey oyi. kel sen ham. O'tir. Menimcha oyim endi Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, bolam? Yaxshi, rahmat. bugundan boshlab kimdir sehri Tinchlikmi? bo'lsa,
Ko'rgan yeringizda ayamay Qudajon, bu to'yni charchoqlari chiqdimi? Charchoqlar chiqib ketardi. Shu qizingiz ertalabdan bir balolarni gapirib asabimizmaganda. Yo'q, nima dedi? Qayoqqadir dam olishga ketarmish. 1 oy yetmasmish. 2 oymish. Qizingizni erkaroq qilib o'stirmaganmisiz? Shunaqa o'g'lim, sal erkaroq. Endi haligi bitta qizni deb ko'niga qarabmiz-da. Choy damlab keling, choy ichamiz desam, ko'zimga ko'zini loq qilib qarab turibdi. Bunaqa bo'lmaydi-da endi. Birinchi kunda hunar ko'rsatdi. Oyi, Aralashma. Aralashmay tur. Mana, ertalab kirib ketdi. Shu bo'yicha hali xonasidan chiqqan yo'q. Endi u endi yosh bo'lsa, begona uy, uni ustiga birinchi kuni hayajonlangan bo'lsa kerak. Sal pal tushuntirib aytmabsiz-da. Tushuntirdim. Yaxshilab sekin yotog'i bilan tushuntiraman dedim. Kirsam nima deydi? Nima deydi? Voy, asabim buzilib ketyapti, chiqib ketgin xonamdan, men uyqum keldi, uxlayman deydi. Shunaqa deb tursa, qanaqa qilib jahli chiqmaydi? Mayli, opajon, qizishmang. O'g'lim, o'zingiz sekin tushuntirmabsiz-da. yo, men tushuntirdim, lekin menga ham ko'nmayapti. Ha? Aytdim-ku. Hech kimni tan olmaydi. Hali kelmaganlar shekilli. Soat 4:05larda kelgin degandilar. Darvoza yopiq. Demak, hali ishdan kelmaganlar. Mayli, biroz kutib turaychi. Saidaxon, xafa bo'lmang. Qizingizga bu oshxona ishlarini, ovqat qilishlarni, kelinlik vazifasini yaxshilab tushuntirmaganmisiz, a? Opa, esingizda bo'lsa, sizga aytgan edim-ku, sovchilikka borganingizda. Bu erka o'sgan, endi o'zingiz o'rgatib olasiz degandim. Lekin qizim to'g'ri so'z. Voylanib ketay, qizim yomon emas. Qizimni orqasidan hech qachon yomon gap eshitmaganman. Voy, hech kim qizingizni yomonlayotgani yo'q. Hozir bir kirib yotig'i bilan tushuntiring. Kelinlar o'zini qanaqa tutadi, nima qiladi, erga hurmat, qaynonaga hurmat. Umuman, oila qurgandan keyin ko'chaga chiqqanda salom alayni, nega ko'chaga chiqqandan keyin so'rab chiqib ketishligini o'rgatib keting. Yotig'i bilan tushuntiring. Xo'p, to'g'ri aytasiz. Mana opajon, siz ko'pni ko'rgan, tajribali ayolsiz. O'g'lim, siz ham xonadoningizni yo'l yo'riqlarini sekin o'rgatasiz-da. Ha. Bolam, endi siz ham endi qizimni qo'llab-quvvatlab turing-da endi. Xo'p, oyijon. Mayli, bir o'z bir yotig'i bilan tushuntirib chiqing. Ha, Keyin bu yoqqa olib chiqarsiz. xo'p. Bir, olib kir, ko'rsatib bor. Ha, hozir gaplashib qo'yaman. Voy, xudoyim, qanaqa kelin bo'ldi, a? Qizim, Voy, oyijon. Assalomu alaykum. va alaykum assalom, qizim. Qachon keldingiz? Hozirgina keldim. Nimaga xonangda bir o'zing o'tiribsan, qizim? Oyi,
Bir o'zim qo'ygim keldi. Oyi, bularchi menga g'alati gaplarni gapirishyapti. Menga buyruq berishyapti. Voy o'la. Meni jahlim chiqib ketdi. Nega jahling chiqadi? Endi sen yosh qizcha emassan. Katta hovlining kelinisan. Boshingda ering bor, qaynonang bor, qizim. Ha, bularni aytganini bajarishing kerak. Uydagi ishlarni qilishing kerak. Oyi, nega qilaman? Ular boy-ku, puli ko'p. Uy ishlariga xizmatkor olishsin. Axir boy bo'lsa. Bu nima deganing? O'chira vazingni. Sen bilib-bilib ishlaringni qilganing yaxshi. Sen kelinsan. Necha marta aytardim senga. Qizim, uy ishlarini o'rganishing kerak deb. Birovni uyiga kelin bo'lib borsang, qiynalasan, dirmidim? Dirdim. Oyi, meni orzularim nima bo'ladi? Orzularing bo'ladi. Sekin asta bo'ladi-da hammasi. Hammasiga sabr, toqat bilan erishasan. Senga baxt o'zi oyog'i bilan yugurib kelmaydi-ku. Menga qara, qaynonang bilan eringga quloq solgin, tushundingmi? Kuyovim juda ham mehribon, yaxshi yigit. Sen ering bilan maslahatlashib ish qilgin, tushundingmi? Tushundingmi dedim senga. Qizim, bilaman, qaysarsan, erkatoysan. Endi bu qiliqlaring qizligingda qolib ketdi, qizlik uyingda. Endi katta hayotga qadam qo'yding. Mas'uliyatli bo'lishing kerak. Tushundingmi? Xudoyim. Onasini chaqirib yaxshi ish qildim. Qizini yo'lga solib hamma narsani o'rgatib ketadi, xudo xolasa. Oyi, bitta narsa so'rasam maylimi? So'ra, nima edi? Siz kelin bo'lganingizda qiynalmaganmisiz? Men kelin bo'lganimda hamma ishlarni do'ndirib qo'yardim. Yo'q. Nima? Menga ishonmayapsanmi? U davrlar boshqacha edi. Oshxonada shunaqa shirinlik pishirardim. Ovqatlar tayyorlardim. Dadang rahmatli og'ir mehnat qilardilar. Dadang ishdan kelganlardan keyin mazali taomlar bilan shunda ko'ngillarni olardim. Siz ham kelin bo'lganingizda nimadirlarni o'rgangandirsiz? Albatta, yosh odam o'rganadi-da endi kattaladi. Men qara. Meni savol-javob qilib sud qilyapsanmi? Yo'q. O'rganganman. Qaynonamdan o'rganganman. Qaynonam gapirsa xo'p bo'ladi deganman. Ko'ziga tik qaragan emasman. Nima istaysan yana? Yo'q, endi shunchaki aytdim qo'ydim-da. Aytma. Endi navbat keliningizga demoqchiman. Ha? U hali ancha yosh-ku. Mayli, endi u o'zini uyida nimalarni o'zlashtirgan, buni biz bilmaymiz. Muhimi, siz uni bilmaganlarni o'rgatasiz-da. Ikki oyog'ini bitta etiga tiqib turibdi-yu, qaysarlik qilib. Endi o'rgatasiz-da o'zingiz, oyijon. Ish qilib o'rganib ketammikin buni? O'rganadi oyijon. Bunga ozgina vaqt kerak. Voy. Voy. Oyi, Voy tavba. sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Voy boshim aylanib. Ko'zim qorong'ilashib Keling, ketyapti. mana bu yerga o'tiring. Stulga. O'tiring. Suv olib kelaymi? Hozir shoshma. Yo tez yordamga qo'ng'iroq qilaymi? Shoshma. Hozir yaxshi bo'lib qolaman. Yo'q, oyi, yaxshiga o'xshamaysizda, telefon qilay, tez yordamga. Bo'ldi, hozir o'tib ketadi. O'tyapti, hozir o'tadi. Bo'ldi, shart emas, bolam. Nima boshingiz aylandimi, oyi? Hey, shu ozgina siqilganimga shunday bo'ldi shekilli. Hozir o'tib ketadi, bo'ldi. Oyi. Men ham o'zimni, dardimni aytib sizni qiynadimmi? Yo'q, bolam, unaqa dema. Hozir o'tib ketadi, bo'ldi. Oyijon, bundan keyin hammasi yaxshi bo'ladi.
Meni deb hech ham tashvishga tushmaysiz, siqilmaysiz. Ishlarim ham xudo xohlasa yurishib ketadi, mana ko'rasiz. Harakat qilasan-a, bolam? Hammasi Ha, yaxshi bo'ladi. To'g'risi, faqat o'zimni o'ylab yashayotgan ekanman. Endi bunday qilmasligim kerak. Men sizni o'zimdan ham ko'proq o'ylashim kerak. Chunki meni shu yoshga yetgunimcha ko'p azoblar ko'rgansiz. Unday dema, bolam. Sen meni suyangan tog'imsan, bolam. Faqat tinch bo'lsang bo'ldi. Seni baxtingni ko'rsam bo'lgani, bolam. Albatta. Sizni duolaringiz bilan baxtli bo'laman. O'zimni mehribon o'g'lim. Ha, oyi, nimadir yegingiz kelyaptimi? Bugun oshxonaga kirmaysiz. Meni o'zim Voy. sizga shiringina qilib ovqat tayyorlab beraman. Yo'q, qo'ysangchi, shart emas, bolam. Yo'q, unaqa demang, oyi. Nima yegingiz kelyapti? Ayting, qilib beraman. Bo'pti. Qaynoqqina sho'rva ichkim kelyapti. Bo'ldi-da. Siz xonangizga kirib damingizni olib turing. Men shundoq chiqib, sho'rvani tayyorlab sizni chaqiraman. Shiringina qilib sho'rva qilib beraman sizga bugun. Xo'pmi? Xo'p, bolam. Ha, bolasi tushmagur. Doim dardini yashiradi-ya. Bolam, qizim bilan gaplashdim. Siz ham endi unga dalda bo'ling-da. Xo'p, oyi. Endi har bir qiz ota uydan yaxshi niyat bilan chiqadi. Shunda yonidagi yori unga tayanch bo'lishi kerak, bolam. Siz tayanch bo'ling. To'g'risi, biz bir-birimizni hali yaxshi bilmaymiz deb o'ylayman. Men ham ozgina shoshqaloqlik qildim shekilli. Bu nima deganingiz? Qizingizni chiroyiga mahliyo bo'lib qoldim. Shirin gaplarga uchdim. Bir kundayoq uni haqiqiy yuzini ko'rdim. U umuman bir boshqa odamga aylanib qolgandek. Ha, bilaman, qizimni tili sal chatoq. U qanaqadir asabiy, norozi kayfiyatda o'tiribdi. Yo'q, bolam, menga qarang, shoshilmang. Qizim qaytaga baxtli, u sizga erga tegdi. Uni orzulari ko'p. Oyijon, hamma insonni ham orzu umidlari ko'p bo'ladi. Faqat ular moddiy manfaatlarga qurilmasligi kerak. Qizingiz gapiga qaraganda faqat u boy xonadonni orzu qilgandek. Bolam, men unga tushuntirdim. Endi shoshqaloqlik qilmang. Maylimi? Ha, mayli. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketar. Endi bunda olib qarasangiz, bugun birinchi kun bo'lsa, hali bunga ko'nikib ketadi. Qizimni ko'ngliga ko'proq qarab turing. Xo'p, endi men ham uni oq yuvib, oq tarab sizga topshirdim-da, bolajonim. Xo'p, tushundim oyi sizni. Mayli bolam, men ham bora qolay. Yuring, men o'zim kuzatib qo'yaman. Hozir siz ichkariga kiring. Qizimga qarang, iltimos, o'rgating, xo'p, uy ishlarini. Xo'p, mayli. Yaxshi boring. Oyijoningizga gap qaytarib qo'ymasin, xo'p? Xo'p. Mayli, rahmat. Oyim ketdilarmi? Ha, ketdilar. Ha. Farruh aka, qachon ishga boramiz? Senga bir oy ruxsat berilgan-ku. Direktor bilan o'zim gaplashganman. Farruh aka, bir oy uyda bunaqa o'tirolmasam kerak. Chet elga sayohat qilmaganimizga yarasha tog'gami, dam olishgami chiqib kelaylik. Mayli, xo'p, yo'q demayman. Parizoda, qara, senga bitta narsani yaxshilab tushuntiray. Onam meni borlig'im, yagona ishonchim.
birinchi o'rinda ularni rozi rizochiligi, duosi turadi. Sen onam aytganlarini qilib xursand qilsang, men ham xursand bo'laman. Farruh aka, menimcha bu uy ishlarini men eplolmasam kerak. Ha, agar eplolmasang oyim o'rgatadilar, o'rganib ketasan. Ha, bo'pti. Farruh aka, sizdan bitta iltimosim bor. Xo'p, aytchi. Internetda tilla taqinchoq ko'rdim. Juda ham chiroyli ekan. Shuni buyurtma qilmoqchiman. Maylimi? O'zi taqinchoqlaring ko'p-u? Unaqasi yo'q-da. Chiroyli ekan. Xo'p deng, olib bera qoling. Xo'p. Qara, faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Onam sendan xursand bo'lgan kuni o'sha taqinchoq seniki bo'ladi. Shunga ham shart qo'yish kerakmi endi? Parizoda, hali bizga hammani havas keladi. Mana ko'rasan. Mayli. Xo'p. Voy Farangiz. Voy o'zim o'rgilay. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Voy meni kechir, jonim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Buncha kech qolib ketdingiz? Seni uyga chaqirib qo'yganim umuman xayolimda yo'q-a. Ishda ushlanib qoldim. Ha, mayli, ishda bo'lib turadi-ku. Bozorlik qilmadingizmi? Chaqiriqqa tayyorgarlik ko'ramiz degandingiz. Voy, haligi qudam qo'ng'iroq qilgan edi. Yig'inni sal kechroqqa ko'chiramiz dedilar. Shunga, seni ham bekor ovora qilibman-da, qizim. Yo'q-ey, mayli. O'zi dugonam yaxshimikan, tinchmikan? Yangi kelinchak bo'lib xizmatlarni boshlayaptimi? Boshlabdi. Dugonang yaxshi xizmatlarni qilib yuribdi. Qudamni o'zi dang'illama qilib to'ylarni o'tkazib berdilar. Zo'r bo'ldi. Shunga hammamiz charchadik. Yig'inni keyingi haftaga ko'chiramiz dedilar. Voy, qaytaga yaxshi bo'pti-ku. Ungacha bemalol tayyorgarlik ko'rasiz. Mayli xolajon, unda men bora qolay. Voy, shoshma. Farangiz, ertaga shu aylanib Parizodani o'zing ko'rib kelsang degandim. Endi menga borish noqulay. Sen borsang dildan bir gaplashib kelasan. Xo'p, borsam boraveraman. Qizimni bilasan, sal erkaroq o'sgan. Xo'p. Sen borib gaplashib, ko'rib kelasan, har holda yaqin dugonasisan-ku. Seni gaplaringga quloq soladi, xo'p? Xo'p bo'ladi, albatta boraman xolajon. Rahmat, jonim. Mayli, yaxshi dam oling. O'zim o'rgilay sendan. Xo'p, jonim, sog' bo'l. Yaxshi dam oling. Xo'p. Yaxshi bor, rahmat. Nima tayyorlayman endi? YouTube'dan yozaman. Eng tez tayyorlanadigan ovqat. Tuxum ekan. Tuxum qovuraman. Qayerda ekan endi u? Mana ekan. Ana. Hozir. Qizib ketdimi juda tez? Oy.
Hmm. Ay, qo'lim. Ay. Ay, 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 qo'lim. Ay, 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 qo'lim. Ay, qo'lim. Ay, ay, qo'lim. Nima bo'ldi? Nima Qo'lim bo'ldi? kuydi. Voy, yomon kuyibdi-yu. Yog' sachradi. Voy, yomon kuydiribsiz a. Ay, qo'lim. Voy, tuz sepish kerak ozgina. Ay, Voy, tuxum kuyyapti. hamma yoq kuydirib yuboribsiz-ku. Voy xudoyim. Voy, kuydiribsiz a. Ay, qo'lim. Nima qildi? Hozir. Yaxshimi qo'lingiz? Oyim qilyaptilar. Ha, oyijon. Ay, qo'lim. Tozalab qo'yarsiz, Ha, oyijon. hop. Voy, Voy, tuz surish qo'lim. kerak. Hay, Og'ib tuz ketyapti. seping. Voy. Nima dedi? Menga yig'ishtiring dedimi? Yo, bu qanaqa kelin o'zi? Buni qanaqa men bilan yoyib ketganini. O'zing yig'ishtirasan. Voy, tavba qildim a. Hamma yoq po'choq. Voy. Menga tozalagin dedimi? Tozalayman-ja. Ha, bolam, ishga ketyapsanmi? Ha, oyi. Bugundan ishga chiqaman. Nonushta qilib ketmaysanmi? Yo'q, shart emas, oyi. Nega? Xotining epsiz chiqdi-da. Oldin choy ichmasdan ketmasding. Endi och ketasanmi? Ko'chada u bu narsa yeb olarman. Mayli. O'g'lim, shu kelinni olishga adashdikmi deyman-da. Sen bo'lsa u qizga mahriga 2 xonali uy olib berding. Lekin u shunga loyiqmi? Qo'lidan birorta ish kelmaydi. Yumushlarni bilmaydi. Eri rozi qilishni bilmaydi. Qaynonaga muomalani bilmaydi. Noloyiq u. Mayli oyijonim, o'rganib ketar. Bolam, mahriga shu kvartirani so'rashdan oldin men shunga loyiqmanmi deb o'ziga savol bermadim ekan. Bolam, mayli siqilma. Bu kelin tarbiya qilamiz. Lekin o'rgansa o'rgandi. O'rganmasa, Oyijon, aytyapman-ku, hali o'rganib ketadi. Mayli, men ishga borishim kerak. mayli. Yaxshi o'tiring. Bora qol. Xo'p. Xudoyim, bitta o'g'limga shu kelinni ravo ko'rdimmi? Ilohim baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin.